Peygamberimizden suyumlik rafiqisi Ayşe anamızın kalbini larziga saladigan, güzel hayotiga nazar saladigan bolsak, o hazır ölçem bo'layotgan ölçemlarning hech qaysisida selishtirilgan emas. Balki boshqacha bir ajoyib sharafning egisi bo'lganligi bilan hurmatlangandir. Tarixning bugungi sahnasiga qaraganimizda bu kun islom dunyosining nurliq yulduzlaridan biri o'chgan. Ummatning eng olim olimasi, mu'minlarning onasi Ayşe radhiyallohu anhaning Robbining huzuriga qaytgan kundir. Dunyo sahnalarida kimlar mashhur bo'lgan bo'lsin yoki muvaffaqiyat egisi bo'lgan bo'lsin, mangulik bir dunyoning muhabbati qalbida bo'lgan har qanday ayol o sahnalarga havsini bermaydi. Chunki muslima ayollarning namunasi allaqachon turg'izilgan. Hazrati Maryam, Hazrati Ayşe, Hazrati Xadija, Hazrati Fatima ve barliq müminlerning analari ularning ulgusi bo'lishga kifoyadir. İnsanlar hashamatchilik, moda kiyim va yoki shon shuhrat ostida selishtiriladigan bugungi kunda ma'naviyatimizda shundoq bir narsalarning kamligini his qilamiz. Ammo uni til bilan ifodalashga ojizlik qilamiz. Dunyodagi ayollarning eng yaxshisi hisoblanadigan Peygamberimizning suyumlik rafiqasi Ayşe anamızning qalbni larziga saladigan, go'zal hayotiga nazar soladigan bo'lsak, u hozir o'lcham bo'layotgan o'lchamlarning hech qaysisida selishtirilgan emas. Balki boshqacha bir ajoyib sharafning egisi bo'lganligi bilan hurmatlangandir. Hech bir inson tug'ilishidan bilimlik, olim bo'lib tug'ilgan emas. Mayli tarix kitoblarida bo'lsin yoki hozirgi jamiyatimizda bo'lsin, yashab o'tgan va yashayotgan mashhur shaxslarning hammasi ilmga bo'lgan hirismanligi va ishtiyoqi bilan o'ng'ishsizliklarga bosh egmasdan uzluksiz tirishchanlik ko'rsatganligi uchun olim degan bu ulug' nomga erishishga muyassar bo'lgan. Undaqda bu ulug' nomga xohlagan kishi erisha olamdi. Qandaq kishilar ilm dunyosining qahramonlari bo'la oladi. Bu uzun va mushaqqatli yo'lda mengishga jur'at qila olgan va turli fidokorliklarni birib davomlashtira olgan kishilarlar bu ulug' nom bilan atalish haqqiga erisha oladi. Inson o'rganish orqali o'zini, atrofidagi kishilarni va jonliq jonsiz butun shaylarni tunishga, ularga yushirilgan sirlarni bir-birlab yeyishga boshlaydi. Bu ahvol insonni Robbini tunishga yetaklaydi. Qisqasi inson o'rganish orqali dunyoda emas, oxiratda bitmas, tugmas shon sharafga noil bo'ladi. Dünya hayatını, özünün dünyaya kelish maqsadini va vazifalarini tushungan, bilgan asosda ma'nilik qila oladi. Islom tarixiga qaraydigan bo'lsak, musulmonlar har zaman ilm va ilm ahliga alohida hurmat bildiradigan bo'lib, ta'lim tarbiya ishlariga hech bir vaqt sal qarmagan. Urf odatlarimizdagi mehmondorchilik so'rovlarida ilm ahlini to'rga boshlash, duoga taklif qilish, so'z berish va shuning o'xshash ishlarda ilimga bo'lgan hurmati yuzidan avval ilm ahlilarining taklif qilinishi buningga misol bo'la oladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning savodliq asrlarni sahobalarning savodini chiqarish badaliga azod qilganligi buning eng kuchli dalili bo'lishi kerak. Yaqin tarixga va kunimizga qaraydigan bo'lsak, tarixdan beri madaniyatligi, ilm xumorligi bilan tunilgan musulmonlar bugun nodon, qaloq, zamonning keyinda qolgan, ayollarning ilm elishiga özünü taraqqiy qildirishiga qarshi degandek nachar sifatlar bilan tilga ilinmoqda. Hatto ba'zi musulmonlar buni inkor qilish u yoqda tursin, islom dinini musulmonlarning yuqorqidagi so'zlar bilan tilga ilinishiga sabab bo'lganligini ochiq oshkora ifodalab, din dushmanlari va ularning nodon tarafdorlariga qarshi Ayşe anamız en yaxshi örnek bo'la oladi. Ayşe radhiyallohu anha 614-yili Makkada dunyoga kelgan. Mo'minlarning tunji xalifasi jannat bilan bishorat berilgan 10 sahobaning biri bo'lgan Abu Bakr Siddiqning qizi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning eng yaxshi ko'radigan xonimidir. U islomni qabul qilgan 19-kishi. 2310 hadis rivoyat qilish orqali eng ko'p hadis rivoyat qilgan sahobalar qatoridan o'rin olgan. Payg'ambarimizning vafotidan keyin 47 yil yashagan. Hayotini musulmonlarning porloq kelajagi uchun har xil ijtimoiy, siyosiy va ilmiy faoliyatlar bilan shug'ullanish bilan o'tkazgan. U 65 yoki 66 yoshida Ramazonning 16-kuni Madinada vafot bo'lgan. Qadrli qarindishim, balkim siz Ayşe anamiz haqida nurg'unlagan ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin. Lekin uning yaxshi bir mufassir, muhaddis va faqih ekanligini, hayotini musulmonlarga ilm yetkazish orqali ularning to'g'ri yo'lda ozmasdan mang'alishi, dunyo va oxiratda baxt saodatga erishish uchun fido qilganligini ham bilamsiz. Biz bugungi suhbatimizda Ayşe anamizning ilmiy hayotiga va bu yo'lda to'lagan badallarga birlikda nazar solib boqaylik. O'rganishning jafolariga bardoshlik berolmay, herib charchab ketganlikdan qaqshayotgan va yarim yo'lda to'xtatib qo'yishni o'ylashayotgan qarindishim. Balkim bu suhbatimiz siz uchun bir ilhom bo'lib qolishi mumkin. Albatta, Ayşe anamizning ilm sohasida, bo'libmi islomiy ilmlar sohasida voyaga yetganligini har vaqt dadisi Abu Bakr radhiyallohu anhu, shundoqla Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning yanida bo'lganligi, ularning tarbiyasi ostida yetishib chiqqanligidan ayirib qarag'ila bo'lmaydi. Ilmni asl manbasidan elish
imkoniyatiga nail bo'lgan Oyisha onamiz dinimiz islomni eng to'g'ri shaklda o'rgangan va o'rganganlarini boshqalarga yetkazgan. Yashining kichik bo'lishiga qaramasdan Qur'on va sunnatni eng yaxshi biladigan, eng to'g'ri shaklda tushungan sahobalar qatoridan o'rin olgan. Zehnining o'tkirligi, tushunish va as tutish qobiliyatining kuchlikligi, o'rganishga bo'lgan herismanligi bilan boshqalarga berilmagan alohida ne'matlarga, ya'ni ilm ne'matiga erishishga vasila bo'lgan. Ilmiy hayotiy va ijtimoiy faoliyatlar bilan bilingan Oyisha onamiz fiqh ilmidagi kamolati orqali musulmon ayollarga bu sohada tunji bo'lib yo'l ochib bergan. Dinni haqiqiy to'g'ri ma'nosi bilan tushunish uchun payg'ambarimizdan savol so'rag'ili kelgan sahoba onalarimizning savollarini payg'ambarimizga yetkazish bilan birga o'zi tushunmagan, bilmagan har qanday masala haqida payg'ambarimizdan savol so'raydi. Ya'ni o'zining ilmga bo'lgan herismanligi turtkisida har vaqt payg'ambar alayhisolamdan kallasidagi masalalar haqida savol so'rab turadi. Eng muhimi bo'lsa, Oyisha onamiz ilmni qandoq elishni, qandoq yetkazishni yaxshi o'rgangan edi. U suyimli payg'ambarimizning vafotidan keyin musulmonlar uchun turli masalalarni Qur'on, sunnat va ijtihod yo'li bilan hal qilish orqali ularga yo'l ko'rsatgan. Sahobalardan Abu Musa Ash'ari mundaq deydi: "Biz hal qila olmagan masalalarni Oyishadan so'raydi." Ato ibn Abi Rabah mundaq deydi: "Oyisha onamiz sahobalar ichida fiqh ilmi biladigan, to'g'ri hukm chiqara oladigan bir ayol edi." Abu Salama mundaq deydi: "Hadis va oyatlarning nozil bo'lish sababini uningdan yaxshi biladigan, dinni uningdan cho'nqur tushungan birini uchratmadim." Mana bu mu'minlarning onasi, ummatning nurliq yulduzi, payg'ambarimizning xonimi, Abu Bakr Siddiqning qizi, suyumlik Oyisha onamizning ilmga to'lgan hayotiga berilgan baholardan az bir qismi xolos. Islom dushmanlarining bema'ni ko'z qarashlariga qarshi shundoq deyalaymiz-ki, musulmon ayol qor chumpardiga o'rinib, uydida o'ltirdigan, zamonning keyinda qolgan nadon, qaloq, ilm fan dushmani emas, balki vaqti kelganda qalam tuta olganga o'xshash qalamni tashlab qilishmi tuta oladi. Davlatning eng muhim parchasi hisoblanadigan oilada kelgusining parlaq yulduzlari bo'lgan bolalarini tarbiyalab o'ltirganidek, vaqti kelganda har xil ijtimoiy xizmatlar bilan shug'ullanish orqali ummatga parlaq istiqbol ato qila oladi. Mana bu musulmon ayollarning suyumlik Oyisha onamizdan o'rganadiganlardir. Mana bu haqiqiy musulmon ayolning obrazidir. Aziz qarindishim, sizga yana o'rganish xo'sh yoqmayapti. O'rganganimning nima foydasi deb o'ylab qilyapsiz? Va yoki siz ey qadrli hamshiram, hozirmi ayollar faqat bola tug'ib, bola baqib, uy xizmatlarini qilib o'ltirsili bo'ladi deb qilinayotgan qora tashviqotlarga ishinib ketyapsiz. Undaqda keling, muborak Qur'on Karimning tunji nozil bo'lgan oyatining Iqro o'quv so'zi bilan boshlanganligini bir eslab o'taylik va yana payg'ambar alayhisolamning ochiq ifoda bilan bayon qilgan bu hadisiga qarab boqaylik. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin va muslima. Ilm talab qilish har qanday musulmon er va musulmon ayolga farzdir. O'qigan va o'qiganlarni amaliyatiga o'zlashtirgan bir millat har vaqt ro'naq topgan, yuksalgan, ilmga ahamiyat bermagan millat tarixning mag'lubiyatchilari sahifasiga mexlinib kelgandir. Bugungi biz Uyg'ur musulmonlarga o'xshash vatani, ma'arifi mustamlika qilingan millatga nisbatan ilm istiqbolimizni yaratishimizda eng muhim omildir. Agar biz bu halqaliq kunlarda ilmiy taraqqiyotimizga sal qarasak, o'qiyotganlar ozgina qiyinchiliklarni deb o'qishni tashlasak, boylar va yoki boshqa tashkiliy organlar o'quvchilarni qo'llash, ularni o'zliksiz ilm olishga rag'batlantirishga sal qarasak, ota-onalar farzandlarimizni ilm bilan qurollantirishni emas, jambaxtiliqning yo'lini tepish, mol dunyo to'plashga vosita bo'lish uchun tarbiyalasak, bolalarimizning qo'lidan azroqli ish kelishga boshlasa, o'qishdan to'xtatib boshqa mashg'ulotlarga solishga boshlasak va yana ayol kishiga o'qib nima kepti? Qiz bola o'qib nega boradi degandek nadonlikning asoratidan qutulolmay yashaydigan bo'lsak, qizlarimizni oliy ma'rif tarbiyasida tarbiyalashga, ayollarimizni izchil ilm olishga rag'batlantirish, ularga sharoit fursatlarni yaratib berishga sal qaraydigan bo'lsak, bu millatning gullanishi, o'zining parlaq istiqbolini yarata olishi, ilmdan bexabar boylarning millat uchun pul xarjlay olishi, ilmsiz onaning millatning kelgusi osmonida chaqnaydigan yulduzlarni tarbiyalab chiqa olishidan, qisqasi o'zimizda saqlanayotgan bilimsizlikdan kelib chiqqan har xil oyga chiqmas ixtilof, tugumas talashlardan qutula olishimiz, cho'ng o'zgarishlarni yarata olishimiz, islohot elib bora oladigan, vatani, millati uchun jenini, barliqini pido qila oladigan avlodlarning yetishib chiqishini ko'rish bak mutaski to'xtaydi. Bizdimi Oyisha onamizdek ilm ishtiyoqi va kuchli iymon bo'ladigan davrimiz musulmonlarining shu davrlardagidek kuchli holatiga qaytishida hech shubha yo'q. Buni amillashtirish ummatning umidi bo'lgan siz va bizning zimmamizdagi burchdir. Dinini to'g'ri tushungan, Qur'on axloqini o'ziga o'zlashtirgan angliq musulmonlar Hazrati Oyisha onamizga o'xshash ilmga herisman, qalbi Alloh va uning payg'ambarining muhabbati bilan to'lgan
bo'lgan oxirat hayotini dunyo hayotidan ustun ko'rgan bo'ladi. Hazrati Oysha onamizni ulgu qilgan ayolning birinchi qadami iymon va axloq egisini tanlashdan boshlansa, turmushdagi turli ishlarga bo'lgan to'g'ri muomala, yaxshi xulqlar musulmon ayollarni Hazrati Oysha martabasiga qadam-qadam yaqinlashtirdi. Payg'ambar alayhisolamning do'zaxda ayollarning ko'p bo'ladiganligi haqidagi bayoniga va ayollarning do'zaxdagi ahvoli haqida o'ylanganimizda, Allohning ayollarga bergan alohida martaba va hurmatlarga shukrsizlik qilish ekanligini his qilamiz. Alloh taolo hammamizga manfaatli ilm ato qilsin. Millatimiz ichidan Oysha onamizdek muslima hamshirlarimizni ko'plab chiqarib bersin. Ilm yo'lida jafo chekib, uzluksiz ilm tahsil qilayotgan o'g'il-qiz qarindoshlarimizni islom ummati Uyg'ur xalqi uchun unutilmas inson, o'chmas yulduz bo'lib chaqnaydigan shaxsiyatlardan bo'lishga nasib qilsin.